Sizin kapan kardeşleriniz cinayet nimen olduğunuzda mesela vatandaki Uygur kızlarınınki ayollarının Ben misal bana Kazakistan'a geldim. 20 gün tutup. Menin qarindaşlarım aşaqda hemmisi günahsız yatıdı. Ben sağ salamet geldim, ben yattım, oldu, ben küçükten dam alaydı desem dam alattım. Yok, menin qarindaşlarımda amanatları var. Menin Uygur qarindaşlarımda amanatları var. Şularımız bir günah yatıdı hemmisi. Kazakistan'a çıkan günah mı ki? Mısır'a bakan günah mı ki? Türkiye'ye bakan günah mı ki aşlar? Aşlar hemiz kesilip gidiyorlar, serif maja giydi. Ben serif maja giydim, ben serif kiyim giydik, serif koptu giydik. Onlar serif koptunun üstüge serif maja giydi. Serif jiletke? Serif jilet giydi. Aşlar hemiz sotuk çıkıdı kallar. Nemişke? Mısır'a badın, Türkiye'ye badın, Amerika'ya badın, Kazakistan'a çıktı. O günah mı ki şu vakta? İşkinoposluk derdi. İşkinoposluk nime dep men düşenleptim. Nime ki işkinoposluk? Al Kaşqarda tuğulup kelip, keyin kichik vaqtda bir 2-3 yosh vaqtida Urumchiga kelib, aşaq tug'anda sen aşo Kaşqarda tuğulup nima ishkinoposini chiqqanmiding? Uni kompyuter kim biladi? U gunoh ekan shu vaqtda aşo Kaşqarda tuğulup qolgani gunoh ekan? Aşılar serg'jilet keldimi? Ha? Kesildi. Aşlar hammasi serg'jilet kiydi. Hammasi serg'jilet kiydi. Serg'jilet kiymaganlar misoli uyda o'tirganlar, nima meni o'xshashliqi 3000 ko'y vishinda birga saqallar, ashtaqlarlar. Undaq bir eski adamlar salsa ular kesilib ketdi-da. Mashtaq Turkiya xalqi kiyim olma deb 3000 ko'y vishinda, ya bo'lsa vishinda birlari Turkiyadan mal elib, vishinda hozir pul urganimiz yana pochta bilan soldi-ku, nima deydi uni? İmelim mi ya? Yok. Hazır ben deyim hazır. Aştaqlar yatı dolu. Koydi bilen keldi, koydi bilen mal aldı o. Aşnasa apsa o Türkiye'nin melike, Türkiye'nin melini ağallar aşı Türkiye vişinde çıkarıp koydu o. Nima deydi uni bir tvishini mal aldı o misal. Bunu alma. Aştaqlarni hammasi aşta jilet kiyimga. Do'stlarga chiqib qo'ydi. Ha. Turkiyadan sirg'allar. Torda ağam malını hemsini açtık. Jilet kiymesini aşağıda açtık oturdu. 3000 koy, 1000 koy, 500 koyluk ağalar hemsi. Türkiye'nin kiyimci setip ağalık için şula lagerda. Lagerda, hemsi lagerda. Mesela yine hiçbir setip ağaldınız mı? Türkiye'nin kempitlerini, Kazakistan'ın kempitlerini setip ağalan ödeminin olsun. Bir Melikem dediğin hulculuk ayal var. Melikem. Aşı Kazakistanlık malını satatken onu hazır aşağıda. Sen Kazakistan'ın melini sen aşı kempitlerini, aşı nimlerini sen Xitay'ınkini satmasın, sen aşınınkini setip atsa dep aşını meclisi sola koydu. Melikem dediğin hulculuk ayal Urumchida durdu. Aşını açtık. Çokan 43 yaşladı ba. Aşını hazır jilet kiydirip koydu ba. Demek Türkiye'nin Kazakistan'dan verilen adamlığa cinayet tutulğanğa jilet kiydirdi. Sen chet elning mallarını, yemek içmeklerini satkan, Kazakistan'ınkini satkanlarım kızlarım var. O jiletki degen Kazakistanlıkı Nazik dediğin bir tort pişirdiğin bir kızının ismi var, ismini unutub kaldım hazır. Aş kızımı aşağıda, sen nemişke aşı meşenin tortlarını pişirmesin. Sen o kız nemişke desiniz, Kazakistanlıkı tortun koşuduğun bir nimle var. Bir paraşoklar var. Aşlarını Kazakistan'ın apasa, sen Kazakistan aşı paraşoklarını ekepse, tortunu sen meşet kıvatsa, Xitay'ın nemişke kımaysa dep, aş kızımı Nazik'neki başlığı hemsi bildi Urumchida, Nazik tortunaki aş kızımı hazır aşağıda, lagerda. Onun serg'jilet kiydi, o sotqu chiqdi. O qancha yilga sotildi, hech kim bilmaydi. Hozir men chiqib ketdim, o serg'jiletga kiydirib qo'ydi. Endi ular qachon chiqdi, qancha yil kesildi. Jilet kiymaganlar az, ular jinoyatchi gumondarda tutilyapti. Ularni endi o'qishga bordi dedi, tex lagerda ular jinoyatchi gumondor bo'lyapti. Tex o'qishga borgan yeri yo'q. Nimishga desangiz, o'qishdikilar chiqmabdi. O'qishdiki, o'qishda o'qiyotganlar 3 yillar baka. O'qishda texi. O'qishdan hech kim chiqmadi. O'qishdan chiqsa, ash jinoyatchi gumondordiki o'qishga borganlar boradi. O'qish to'lib ketdi. Bardigan yer yo'q. Hozir asha hammasi sankan bilan erkan ishkisida to'shib ketdi. Mechuan deydigan bir yer bor, ashada to'shib ketdi. 3 yildan beri o'qishga bormaydi. 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 3 yildan beri o'qish
gumandar bo'lib mana 1 yil 3 oy 10 kun bo'ldi gumandar bo'lib men aşaqdan ya aqlını chiqqanim bilmayman ya mana yo'lga sepilib qo'ydi. Qozog'iston hukumatidan sizga plan berib turdingmi? U hech qanday hech kim surishtimidi? Hech kim surishtimidi? Men adatdagi meni aslida 1 yillik viza ichmadi menga. Meni o'zimning 1 yillik vizam batdi. Sentyabrgacha 9-oygacha o'zimning uni oldida batdi. 5-oyda tutilgan vaqtda tutuldim. 1 yil 3 oy turdim. Endi bular sentyabrgacha, yana 9-oygacha yana 1 yillik viza uzatib, yana xuddi men ishlashga borgandaklar 1 yillik viza nima qilib berdi, shuni bilan men chiqib ketdim. Degan olsangiz yani esingizga jiddiy mo'yin ishga qilib degan qolgan yani shaxs borsizmi? Ha? Ya o'zingizda esingizga kelgan. Ya hozir kesil keldim men bugun borma deb o'ylamabdiman shu yil ashiqni kiyibdilar borimiz deb qoldi hozir men deyman. Hozir yana. Voye men deyman ushaqda mana kitobdan 10 ni yazsamma yana tugmaydi. 10 ni yazsam. Bu qurultayda biz qurultayning oldida biz tutuldik. Biz qurultayning oldida tutuldik. Bizni tutdi, hech kimimizni chiqamadi. Shu qurultayning oldigacha 160 ming odam bizga buyruq chiqdi deb ashaqday so'roqchilar, saqchilar bizga buyruq chiqdi 160 ming odamni Urumchida tutish kerak deb. Keyin qurultayning oldida odam degan kuniga 20-30 odam kirib ketdi. Ash talada ishlayotgan yo'l supurda tazliq qilayotgan ayollarni ash tazliqcha bizga son kerak deb ashlarni hammasini akirdi. Hammasi akirib u asta u yoqqa o'qishga avatdi, ya u yoqqa ketdi, boshqa lagerlarga ketdi. Uni qanday qilayotganini biz bilmaymiz. Bir kunda 60 odamgacha bir kamerda 60 odamgacha bo'lib ketdi. Biroq asta u yoqqa yo'tkab, bu yoqqa yo'tkab 30-35 odam bir kamerda ashta turdi. Bir Urumchidan 160 ming odam tutdi. Bu qurultay bu qanchinchi 11-oyda bo'ldi. 11-oyda ichildi. Shu 5-oydan 4-oydan tutishga boshladi. Bular 4-oydan tutib boshladi. 11-oygacha 160 ming odam tutish kerak biz Urumchidan deb shu buyruq tushdi da'vatadi. 2017 yil bu. Bu 2017'da men shu qurultayga tushib qolibdiman. Men shu nima asig tushib qolibdiman. Shu qurultay tugab 1 yil o'tgandan keyin men mana asta qo'yib berdi. Hech qanday ishing yo'q, sen hech qanday nima yo'q deb men qo'yib berdi. Biroq men qo'yib bergandan keyin mening hozir salomatligim yo'q. Mening hozir bedenim, mening chechimni tushiribdi. Mening chechim uzunti, beshim pishlinib ketdi. Mening yuragim og'riq, hozir yuragim og'riq, qon besim shu yoqda qon besim o'rildi. 4 qatim doktorxonada yotdim. U doktorxona sifatlari bor, hozir qilsanglar hozir jon so'yan chiqdi. Bedenim hammasi hozir mana hozir ayollar basmay ko'rsam bedenim hammasi yar bo'lib ketgan. Qichqoq yara, qichqoq kechgacha o'tirib biz bir-birimizga juqdik, qichqoq. Bir haftada bir qatim bizga bir so'm berdi. Ash so'mni biz 2ga bo'lamiz. 2ga tushgacha 15 odam juyinimiz. Yarım saat berdi. 2 minutdan bir adamga, 2 adam, 3 adam, 4 adam juyinimiz. 2 minutdan, 6 minutdan. 2 minutdan 6 minutgacha 2dan kiramiz moncha kichikkinaga. Ash yarım so'mni 15 adam juyinimiz. Tushdan keyin yana 15 adam juyindi, yarım so'mda. U mumkin emas bir yerimizni, o'zimizni, qo'llarimizni so'ndaymiz, boshqa yerimiz mumkin emas. Bir haftada bir qatim har kuni juma kuni biz juyinimiz. Cuma kuni bir so'm berdi, boshqa so'm yo'q. Bir so'mda ash 30 odam. Biz deymiz, men deyman, endi men chetalik bo'lgan kim deyman. Hey, bu qanchalik odam og'riryotdi, yarlar juqyotdi. Men juq kelsa men qarab, doktor bor, juq kelsa sen dori beramiz deydi. Ya misal shu avval ko'rgan ulug' saxchilarning kayfiyat qanday ma'lumsizda bu yaxshi gap qilmoqda. Yaxshi gap qilmaydi. Ular nima biz to'g'ri tushunsak bo'ldi, ularning xizmati shu. Agar bizga yaxshi mo'min qilsa, ularni bizga o'xshashlar, ularni necha qatim dedi. Agar biz boshqa sizlar bizni to'g'ri tushuninglar. Agar biz bunaqa qilsak, sizlar bilan birga biz bu kiyimimizni kiyishib etib, sizlar bilan ashaqda o'tasak bo'ladi dedi. Siz yaxshi ma'lum qilsak. Ha, yaxshi ma'lum qilsak, biz bu ashi. Shular bilib oldik. Ha, hammasi shu ashtaq to'g'ri. Shuning uchun ular qilay desa, ular biladi biz
beguna o'tag'imizni. Ular biladi, jinoyatchi gumondor deb 2 yil o'tag'anlar, hech qanday gunohimiz yo'q. Aşı günah yo'q o'tag'anlar. Agar gunoh bo'lsa, 3 oydan 6 oygacha apirib, kesilgan narsa bo'lsa kesib, qancha yilga kesib etadiganlar. Biz endi jinoyatchi gumondor hech qanday ishlar yo'q, aşı tutib turdi. Qanday to'kmak atsak, qanday bir qalpoq kiydesak deb. Uyg'urlarning şu Uyg'urlarni yo'qtish bularning masala. Nimishga desangiz, netisi ashaqda Kur'an kitaplar, bir ta Kur'an kitabını tapsın aşını kesvatkan. Aşağıdaki ayollar davatkan. Bizim bir Kur'an kitap tepilip erimni 10 yılga kesvattı. Menimi aşı erimni kesvattı kitap menim meşab cinayetçi gumondor deb akırdı deydi. 10 yıldan tüyen yok. 10 yıl, 15 yıl, 17 yıl, 20 yıl kesvatkan. Bir semyadan 4 adam, 5 adam kesil ketvaganlar. Aşlan anlap, aşlan körüp, yüreğim demiş ki ağırmaydı meniki. Eşe yüreklerim eşe izilip gitti. Bir ayıldan kesilgan, 5-6 yıl kesilgan. Bir ayıldan aşağı kesmetken. İnimne akamne kesvetti. Bir kız Asyam deydigan kız. Meni akamne fukamne kesvetti deydi. Birisini 10 yılga, birisini 17 yılga, birisini 20 yılga kesvetti. Meni deydi, meni aşağı seninki aynıki kesvetti dep aş jinoyatchi gumondor dep hech qanday gunoh yo'q. Aş senikilar kesil ketdi dep aş ayolni tutib o'tirdi eşedi. Cho'kan qizni. Yani bir qandaq mening yüreklerim ağrıyor deseniz, meydan tug'iblar, doktorxona chiqiblar. Sana mendan tushdi, sen mendan tushdi, men mendanni bilmadim nega. Tizimlik mendan tushdi deblar, oshni akirvatgan, balsi sirtib qilayotgan, ayolni akirvatsa, oq sut eqiyotgan. Aşağıda saqchilar kelib, oborni kirib sütni saq, ilman su beringlar. Endi ilman su mumkin emas biz qo'lni ishlashga. Sut eqiyotsa, qizni beringlar, qiz issiq suvlarni qo'yib, nima sutni eqitsin deydi. Sutlar, analarni oq sutlar ko'zlari tagmamda ashlarniki. Netisi oq sutlar eqiyotgan ashlar ko'rib biz. Bolam do'qon qizlarni yana bechiga. Akırgen, bir emas, netisi, mendan tushdi, amal yo'q deb akirvatgan. Yani bir deyman bu hozir men aşağıdan tehi üzem aksi rasmı yağamı deb o'tiryapman. Aksimga kichik üzemning tehi üzemga kelamatman. Yani axir qatim bir mushmet chiqadiganning oldida bir ayolni tutdi. 7 balasi bor ekan. Buning hech qanday nimasi yo'q. Erni akir ketibdi-ki, bir yilga so'lab qo'yibdi-ki, ashnima alqin. San to'shmatdi-da, shu ayolni akiribdi. O qiz 27 yoshga. Qiz 7 balam qoldi. Mashta kichik, cho'ng 13 yoshda deydi. Qaqaldir mashtaq. 7 balam. Jinoyatchi gumondor deb erini bir yil sotlayotdik, sen mana shu yoqda o'tirsa. Erim o'tagan ekan deb. Nim sababdan u sababni bilmaydi. Nim sababdan gunoh yo'q, hech qanday nimasi yo'q. Er o'tagan uchun qizni 7 balasi talab qoldi. Ilqi talab qolgan vaqtda balları nim debdi desangiz bir uyda solaqliq o'tirmiz deydi. Solaqliq emas, endi qo'qib o'tirmiz. Qachon hammasi qo'qib o'tirmiz deydi. Qachon bizga kerak, navbat bizga keldi. Bizim bir kun akir ketdi deb. Cho'kan 27 yoshli qiz 7 balasi bilan o'tasa, bir kun balları saqchilar kirgan vaqtda balları debdi. Jinim apa eshikdan saqchini mashinasi keldi. Jinim apa eshikni ochmag'ini. Jinim apa eshikni ochmadi, bizni ip kirib ketdi, hozir akirib. Küçük balma gibi 3 yaşlı, küçük 3 yaşlı, 5 yaşlı balma gibi. Jinim apa eshikni ochmag'ini saqchilar keldi desa. Qanaq ochmayman ballarni. U eshik ilish mumkin emas. Eshikni qo'yib ochmasa, ha deb yan bari sundirib kirib, yan o'tag'izga ketdi ularni. Nimishga ochmaysa edi. Mumkin emas, eshikni ilmaymiz dedi, eshik uchiqib turdi deydi. Har bir uyda kamera turdi deydi. Ballarım 7 balam dedi, yig'lab qoldi, meni saqchilar ip chiqib ketdi deydi. 7 balam yig'lab qoldi. Nelat qoldi balam, bilmaymiz deydi. Saqchilar deydi, bo'ldi, qaraydigan tuqqanlarni tapmiz, sing'illar, hadlaring bormi, yo'q bo'lsa, hukumat qaraydi deydi. Hukumat qanday qaraydi desanglar, 3 yoshga, 3 yoshgacha, 6 yoshgacha hukumat qaraydi ekan, 6 yoshdan yuqori, 14 yoshgacha Masa kichik bolalarning lagerlari bor ekan.
lagerlari borki, aştaqlar biz o'xshashlar aştaq töme ishikka taqsini apirib mundaq tutudi dedi. Shu kichik teshikdan 6 yoshdan 14 yoshgacha, 6 yosh boshla bolalarning lagerlari bor ekan dedi. 6 yoshgacha uni qandaq bola delamagan 6 yoshgacha biz bilmaymiz dedi. 6 yoshdan ner bolalari aştaq deb bergan. Mesela taksilerini tutup tüşükten töme işikten aslında tüşükten tutup durdu balalar tamak verirken. Bu balalarını Hansucu okuturken, Xitayca okuturken balalarını mümkün emez. Bir hazır zam çıktı deydi, kanun çıktı deydi Xitayda. Bir uyda bir bıçak, iki bıçak mümkün emez, iki bıçak sotulunsa. Bir uyda bir caynamaz, onundan çıkması sotulunsa. O kadar çıkan yapıyor mu? Olmadan aşı kamerada otağanda men çıqqanıma bir ay oldu. Bir aygacha aşı gap, aşı yeng kirgan qizlar aştaq deb kirdi, deb gap kirdi. Mana deb kirdi. Yeng kirgan qizlar aşı tutuqlab qalqa mendan tushmay qilib qolgan qizlar bärim kirdi ekan. Akir yerlar uyda qolganlar bärim kirib aştaq mastaq chiqmatdi, andaq davatdi deydi. Mümkün emas, mümkün emas. Bir pichoq bir ayolni yana bir ayolni men deyman ku desem hazır men o'zim kichkina aksim kelamatma kelsam u desem tugamaydi. Desem tugamaydi. Bir yil desem bir yil 3 oyniki tugamaydi. Nima? Bir ayolni Qambar Nisaxon deydigan bir ayol bor 53 yoshda. U Xualinda ishlaydi ekan. Bir safa birini sotadi ekan. Ash ayolni nima deb tutdi desanglar, bu ayol balsığımı birisiga vishinda debdi. Balam uyda un tuga qoldi. Un ipga, un bilan bir sarangi uyda sarang yo'q, bir un bilan sarang ag'ashga desa, "Ha, sen bir o ash deganing bilan sen boshqa bir gap dedi. Un deganim so'z, sarangi deganim so'z" dedi. Bu nima ishga unda un desa bo'lmamda, endi bizmi endi voy. Hamnim aka deymiz-ku. O aslında sen un degan un degan undimki degan gap. Sen depe sarangi degan nim deb uni seriq jilet kiydirib uni sotqa chiqdi. Sen boshqa un demasin, sen boshqa gap deyme deb sen aştaq gap qilding deb. Men deyman ku undaqlar jiq, undaqlar hammasi aşta begunalar tutib olgan. Küçük ballan qarmamsa küçük ballan jig'iltib, soqchini mashinasi keldi. Apa ishini ochmag'ana, jinim apa ishini ochmag'ana deb. Ashlarni ko'rib, ashlarni anglab, ash qizlar meni yuraklarim og'rib ketdi. Ash qizlar kirib ashtaq davatib, ballalarim talab, chirqirab yig'lab qoldi deb. Meni Uygunlaşdan çıkan bir inqilobsiz. Denon maydana chiqib. Biroq bizga mushoqalar bizni charchatmay.